do'stlikdan boshlangan muhabbat 14-qism. Fojiaga aylangan do'stlik. Agar sen anmagan bo'lsang, cho'qim Zohida. Bu ishinglar beklik gumonliq tursilar. Chunki u pulni men anmagan tursam. Layli, beshimga kelgan bu ishlarga men qanday bardoshlik beraman? Men zodi qanday qilishim kerak? Kamil, bu odam emas. Layli, ishinglar birlashib qo'ygan o'yininglarmi bu? Bu yerda nemishqa Salman yo'q, ha? Nemishqa uningdan so'rab boqmaysan? Hey. Chidimas, Salmanni ko'ramayapsan-da? Salman sana o'xshash nachar bo'lmasa-ya. Ha, rost. Sening burunqi loyiqingga esdashlik qilgani uchun uni yomon ko'ryotamsan? Ha? Gap qila. Voy, Kamil, jinim. Bu saranglarga gap qilib avara bo'lmayli. Agar og'am pullarni har ishinglar chiqarsanglar, ortiqcha gapimizmi yo'q? Agar undoq bo'lmaydi ekan, qag'inini. Layli, bu sizning nima deganingiz? Eg'zingizdan chiqayotgan so'zlarni o'ylashib bırakding. Bu misab bika. Nima bika? Ha? Uradigan o'xshamamsiz? Ha? Urushadigan o'xshamamsiz? Qani gapingizni qiling, ha? Gap qilmamsiz? Men seni urib o'ldiratmaydigan bo'lsam. Nertur deyman. Ner turmayman. Qanday gaping bormi? Mana sana. Bo'ldi qiling. Mana sana. Mana sana. Bo'ldi qiling. Qo'linglarni tortinglar. Men qo'lini tortish. Saida, Kamilga esizmi? Mehnat qo'lingni tort. Layli, men sen bilan hali hisoblashaman. Ishinglar bo'ldi qilinglar. O'sha pul sababli. Faqat pul sababli shunday qilishib ketdinglarmi? Bo'ladi. Men tilab beray. Qanchalik yutgan bo'lsa, hammasini men tilab beray. Zodi qanchalik yutibdi? Dama Kamil. Qancha pul yutibdi? Qancha pulligini o'zingiz bilasiz? Teqi bizdan so'rab qo'yishib ekan. Ko'rdingizmi Layli, ha? Sen zuvaningni yum Kamil. Zohida, bu pulni sizmi, menmi to'lamaymiz? Aksicha kim olgan bo'lsa shu to'laydi. Men avval Salmanni izlab topay. U oldimi teqi? Sen Salmanga ortib qutulmoqchimi? Men saqchiga ma'lum qilaman. Qonun oldidigo hilinayran o'ynatmaydigansan. Biz bir muncha talash tortishlardan keyin Kamil saqchiga ma'lum qildi. Men izchil Salmanga telefon urib aloqa qilishmayotdim. Aradan 10 necha minut o'tmay Kamilning sen qechibmi qutulanmaysan degan gapiga quloq solmay shirkatdan chiqib Salmanni izlash uchun mangdim. Zohida saqchilar kelsa-men guvohlik beraman deb qilib qolgan edi. Ozroq minib turishimga telefonim sayrashga boshladi. Men cho'qim Kamil deb o'ylab erinib qaradim. Bu ilk notunush numar. Ya'ni Rahilaning dadasining nomeri edi. Men tezla telefonni oldim. Hozir sen titit bo'lib, putkaygan to'xudek nima qilaringni bilmayotsan-ku deyman. Agar haqiqiy ahvolni bilgan bo'lsa, yarim soat ichida o'zing yolg'iz men avatib bergan adresga kel. Hozir sana adresni uchirqib yo'llab qo'ydim. U shundoq debla telefonni qo'yibdi. Men bu ovozni faqat taniyolmadim. Notunush yosh bir ovoz edi. Hech Rahilaning dadasining yoki Salmanning ovoziga o'xshamaydi. Men ko'nglimda bu kishi meni istab mendan nima talab qilmoqchidir. Zada nima maqsadi bordi? Mush ishlarning planlag'uvchisi ajaba mushu kishimidir deb o'ylab ulgurgan edim. Men darhol esimni yig'ib, u avatib bergan adresga qarab yo'l oldim. U aytib bergan adres shaharning chetigirak joylashgan esil oilaliklar qurusi edi.
bu yo'l shundoq uzun bilindiki, hech qachon bundoq yiroq bir safarga chiqib boqmagandek bir xil kayfiyatda bo'ldi. Kallamdan kechmagan xayollar qolmadi. Oyga chiqmas xayollarni surib, bu yerga oxir yetib keldim. Men mashinamdan tushib, udulimdagi 2 qavatlik dachining oldiga qarab bordim. Menga uchur kelishga boshladi. Udulunga qarab 200 metr menib o'ngga buril. To'g'ri, endi udulma. Sol tarafdagi uyga kir. Ha, to'g'ri, seni ko'rdim. Men uchurda yozilgan bo'yicha uyning oldiga keldim. Bu bir tashlandiq bir yig'izliq uy edi. Men darhol bu uyning adresini Zohidaga o'rin belgilash sistemasidan avatib berdim. Eshik ochiq holatda turibdi. Menga yana uchur keldi. Keyningga qara. Men keynimga darhol o'rilib qaradim. Ham ko'zimga ishonmay qoldim. Göz altımda Salman bana qarab mesxir aralash kulib turardi. Bu sen hayron qilyapsan yoki qo'rqyapsan? Hayron bo'lma qo'zam, ammo qo'rqsang bo'ladi. Sening bunday qolitingni ko'rsam, sana texmi amroqligim kelib ketadi ekan. Bek umoqlashib ketsan emasmi, ha? Salman, men seni 20 kun izlab topolmadim. Sen yilqi numur bu ishlarni shundoq bo'ldi paraz qilma. Men qildim. Oldi bilan biz gapni boshdan boshlaylik. Qani o'ltir. Bo'lmasa yerib ketsan. Bu ishlarni maktabdan boshlashga to'g'ri keladi. Ha, qahva ichamsan? Bo'ldi. Bunda qarma. İşmisangmi mayli, og'zing qurib ketganda aytasan amsa. Men rost gap qilsam, sana bek o'shtehran. Nemish qilqini bilamsan? Chunki senda menda yo'q bo'lgan hamma narsa bor. Men izchil erishishni o'ylagan, ammo erishaolmagan narsalarning hammasiga sen erishib kelyapsan. Shunga men seni qat'iy yoqtirmayman. Chunki sening oilang boy, mening oilam bo'lsa namrat. Eng yaxshi do'stlar har vaqt sening. Nemishqa mening emas. Ammo qizlar seni yaxshi ko'radi. Ammo nemishqa meni yoqtirmaydi. Acaba mening namrat bo'lib qolganim mening xatoligimmi? Salman, sen to'xta. Gapimning beliga tepma. Texi tugimidi. Sening birdan-bir xatoliging men yaxshi ko'rgan qizni yaxshi ko'rib qilish. Zohidani men sendan burun yaxshi ko'rib qolgan. Sen onu to'xtamay bo'zaq qilatding. Men org'a tushib qo'g'day desammi, agar meni Zohida yaratmasa, meni yaxshi ko'rmasa, sen bilan bekor dushmanlashib qolmay deb ig'iz ochamgan edi. Axir qandoq bo'ldi? Axirda sen yangding. Sen onu shuncha bo'zaq qilsangmi, u seni tanladi. Seni yaxshi ko'rdi. Chunki sen boyvachchi bola. Zohida nima desa shuni qilib bera olasan. Men hech nima qila olmayman. Shunga Zohidani sendan tortib olish uchun shunday qildim. Chunki men Zohidani sendan bekerak yaxshi ko'raman. Ha rost. Zohida bilan Kamilning rasmini kimning sana yo'llaganligini bilmaysan-ku deyman, ha? Mana men yo'llagan. Chunki bundoq bo'lganda sen Zohidadan voz kechatding. Menmi eski bo'lmaydim. Hamma balaga qahvash döt Kamil qilib qolatdi. Ammo ishlar men o'ylagandek bo'lmay, aksicha ikkinglar texmi yiqilishib ketdinglar. Keyin men bu planimning amalga oshmaydig'ini bilib, Laylining Kamil bilan urushib qolgandan foydalanib, karaokexonaga seni chaqirg'izdim. Ondan ikkinglarning rasmini tortib Zohidaga yo'lladim. Chunki men hammanglarga bekko'ch. Doim sizlarning fikringlar bir yerdan chiqadi. Menlam ayrilib qolaman. Oxirda ikkinglar shu ishdan keyin aloqa qilmadinglar. Bu menga bir yaxshi fursat bo'ldi.
Zahidani har xil amallar bilan yenimga tortdim. Hatta yolg'iz qolsa meningli bo'skan deb Zahidaning o'gay ochisi Rahila ham Rahilaning tatsi bilan birlashib Zahidaning ota-onasining o'limiga sababchi bo'ldi. Ham bu ishlarni sana ortib qo'ydim. Oxirda Zahida sana tishtirniqigacha o'sh bo'lib ketdi. Oxiri men o'ylagandek ish bo'ldi. Men Kamilga taksikeşlik qilib yurib, oxiri shirkatga kirib oldim. Osonga to'xtamadı. Men Kamilga o'ch. Chunki u senga o'xshash baxtlik. Sizlarning baxtinglarga men chidamayman, buni bilamsan. Planlarim o'ngishli bo'lyapti. Endi hozirga kelsak, cho'qim sen qarlanding-ku deyman, ha? Sen mo'shinonga loyiq. Agar sen qarlanmasang, bak afsuslanarli ish bo'ladi. Shirkatning hisobotidagi pulni men ko'tkab chiqari bir hafta bo'ldi. Kamil ham sen Zahidalar bilmadinglar. Chunki Kamil hozir meni eng yaqin do'sti deb qaraydi. Shunga mendan hargiz sir saqlamaydi. O Galvanning telefonidan hisobot uchuriga ega bo'ldi. Oxir men ko'zlagan nishonimga yetib, pullarni oldim. Deyib ketdim. Men hozir boy, qarg'ina, pullarim bor bo'ldi. Qara, mashinam bor bo'ldi. Hem men yaxshi ko'rgan qizmi hozir mening yonimda. Qandoq? Ha? Men bunda qarama Tehron. Men ochiqim kelyapti-da. Ha? Salman, sen ichim og'ribyapti. Sen asli bundoq qilmasangmi bo'ladi? Pul lazım bo'lsa men desang bo'lmasmidi? Buncha qilib ketgudek ishlarmi emas-ku o, ha? Sen pulga erishding. Lekin mendek bir esil, yaxshi bir do'stimdan ayrilib qoldim. Sen buni bilamsan, ha? Sen rostilla ichim og'ribyapti. Menga ish chaqirtyapsan? To'g'ri. Menga pul kerak. Pul bo'lmasa, hozir qizlarni yaratmaydi ekan emasmi? Men ish chaqirtishingni to'g'ri tushunaman. Chunki men sendek bo'lolmayman. Hozir bo'ldim. İlgari esingdimi? Men doim senga yolvorib, ba'zida xato kiyyaptiman debmi, sendan oshgan kiyimlarni kiydim. Lekin sen menga ish og'irtiman dema. Mening hozir hamma narsam bor. Bugun sening jiningni mushiyadini elib, sana taalluq bo'lgan hamma narsani tortib olaman. Ilgir Tehron. Sen so'ramabsan, qo'lingni tort. Salman, qo'lingni tort. Zahida jinim, keldingizmi? Siz qandoq bo'lib bu yerga kelib qoldingiz? Bu yerni qandoq topdingiz, ha? Sen ablah topsan-da, men seni qandoq qilib o'taman? Salman! Saqchilar ishga oldidan. Bu ishlarning hammasini sening keltirib chiqarganligingni biz bildik. Endi hayotiningni besima. Qarang Zahida, Tehron meni bo'zaq qilyapti. Siz menga amroqku, meni yaxshi ko'rsiz shundaqmi? Tehron bek eski, uningga aldanmang bo'lamdi. U ota-onangizning qotili. Sening bundoq odamligingni o'ylab boqmabdi-ekanman, Salman. Yana nomus qilmay Tehronga ortib qo'yib-otamsan. Salman, bo'ldi qil. Biz sirtda hamma gaplarni anglab turdik. Ha, mayli, bo'pti. Anglaydiganni anglab bo'psizlar. Lekin isbotinglar bormi? Isbotinglar bo'lmasa, quruq gap qilmanglar. Isbot? Sana isbot lazımmi? Ota-onamning o'limini o'zing bilan munosabatsiz deyalamsan. Mening mushu ahvolga kelib qolishimni o'zing bilan munosabatsiz deb o'ylamsan. Hatto uyimni yo'q. Sirtlarda necha kun to'lab yurganimni sen bilamsan. Bu yaxshi ko'rishmi? Bu qanday yaxshi ko'rish, Salman? Seni menga kechirmayman. Saqchilarmi angladi Salman? Bo'ldi qil, endi o'yin qo'yma. Esit sen ishini yurgini. Tehronga haqiqatan o'val qildik. O'val qildik?
Əmsi mənço, hə? Mən niməyə hesab? Məni arğa eləşdinmi? Bırak edim həqiqi dost qatarda gördünmü? Zahide, İyidən, hə? Siz məni yaxşı görüb baxdınızmı, hə? Hə? Məni yaxşı görüb baxdınızmı? Məni qoyubatış. Məni qoyubatış. Mən heç nəmdə xata qılmadım. Qoyubat. Zahide, mən sizni yaxşı görürəm. Mən sizni məngü yaxşı görürəm. Məni saxlang. Salman şularni degenicha soqchilar bilan ketdi. Kamil xijil bo'lgan holda inimga kelib. Tehron, meni kechir. Men xato qildim. Aslida Salmonga ishonmasligim kerak edi. Meni kechir birodar. Tehron, sizga haqiqatan o'val bo'pti. Bizni kechiring, Tehron. Men garchi ba'zi ishlarni bilsam, lekin xato tushunishga menmi yo'l qolmay deb Kamildan yo'shirib kelgan edim. Meni rostla kechiring. Men asli Salmonga ishonmasam bo'ladi. Ularga yaqin kelmasam bo'ladi.